Bu kokozi mahsuloti juda ham xushta'm, ajoyib ichimlik. Bu barcha yoshdagi insonlarga to'g'ri keladi. Kakao haqida ko'pchilik eshitgan to'g'ri, lekin uni foydali xususiyatlarini hamma ham bilmasligi mumkin. Kakao bu asosan Teabroma daraxtidan olinadigan va yoniga ajoyib Xitoy tabobatiga mansub bo'lgan qizil qo'ziqorin aralashtirilgan. Agar sizda homiladorlikda toksikozlar qiynayotgan bo'lsa, kamqonlik bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol iching. Yoki bo'lmasam farzandingizda gijja parazit muammolar bo'layotgan bo'lsa, ishtahasizlik, injiqlik, betga cho'parlik holatlari, dangasalik alomatlari bo'layotgan bo'lsa, maktabga qiziqish, yo'qolish bo'layotgan bo'lsa, ozib ketish, ovqat yemaslik, chimsalik holatlari bo'layotgan bo'lsa, bemalol mana shu kokozi mahsulotimizni ertalab va kechki payt yarimtadan ajoyib issiq shokolad ko'rinishida damlab ichishingiz mumkin. Nafaqat yoshlarga, bu yosh kattalarga ham bemalol uydagi buvijon, dodajonlarga ham tavsiya qilishingiz mumkin. Chunki bu xotirani mustahkamlaydi, havo aylanishlarini sezmaydi, nima deydi, charchoq alomatlarini yo'qotib beradi, terini chiroyli qiladi hamda bosh miyadagi mana черепной давление degan narsani ko'pchilik eshitadi. Ajoyib o'shani ham pasaytirish xususiyatlari bor.